O'ljamiz bu bizani eski tanishlardan Ziyoda. Demak, assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Mana bugun biza kimdir yetishmayapti. Aytamasiz bo'lmaydi. Uyalmaysanmi? Uzr, endi siz boshlab qo'ydim. Keling endi joyingizga o'tirasiz. Bugun mana yangi proyektlarga qo'l uramiz yana. Xudo xolasa. Eski proyektni zo'r podдержка qilib Rahmat Abdushukurga. Yurayapsiz. Buni ham chaqirib bo'lma qilib like, comment, podpis hammasi bo'lsa, bular biladi nima qilish. hech shart emas. Просто aktiv podдержка bo'ldi. Bugungi bizning proyektimizning asosiy ishi bu telefonda yaqinlarga prank qilish. Oldindan uzr so'raymiz yaqinlar sog' bo'lasizlar. Rozi bo'lasizlar. Albatta bu prank. Hozir ekrani ketdi, iPhone. Tushungan. No. I have a pen, apple. Bugungi bizani birinchi o'ljamiz bu bizani eski tanishlardan Ziyoda ismli qiz. Ziyoda ko'rayotgan bo'lsangiz uzr. Rozi bo'lasiz. Men gaplashmayman chunki meni ovozimdan taniydi bu qiz. Chunki men gaplashaman. Nomerini ham bilmaydi buni. Hozir kutilmagan, hammasi improvizatsiyaga asoslangan bo'ladi. Yo'q joydan telefon qilamiz. Ketdik. Rost osida bo'ladi. O'qishda bo'lsa kerak. Abonent apparati o'chirilgan. Xizmat doirasidan Bizni taslim bo'lmaymiz. Yana bitta qilamiz. Ko'raylik. Bu qiz liderlik kerak. Seriozno odamlar deb o'ylaydi. Ikkita qilsa. Sizlarga nima edi? Da. Ya, nimadir deyiladi. High-techmidi? Bir Life-hack, короче. You didn't have to cut me off. Like that we were nothing. I don't even need your love, but you treat me like a snake. Ziyoda yaxshi. Bo'ldi. Kibr. Bo'ldimi, o'san boshqa o'lja endi. Bizani kuzatayotganingizga katta rahmat. Videoni oxirigacha ko'rsanglar afsuslanmaysizlar degan umiddaman. Mayli, bu bizada o'sha ikkinchi o'ljamiz. Va bu Bahrom akani tanishi. Ilhom o'rtoq Abdushik. Xato bo'lma lekin. Aka, men sizni taniyman, bir marta ko'rganman ko'chada, xolos bor yo'q. O'rtog'im deganga uyushtirgan deb o'ylamaydi hammasi. Bu yo'q joydan qilinyapti, men telefonimdan sen bo'ling. Yana 11 qiz keldi. Kumbaga ekran etamiz. Ilhom yeding. Bitta da oladi, mujik oladi-yu. Alo, aka. Ilhommi bu? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka, tinchmisiz? Aka, men sizni nomeringizni bitta qarindoshimdan oldim-da. U qarindoshimga siz patolog qilib bergan ekansiz. O'shanga men hozir o'zimnikiga qildirmoqchi edim. Hali ham ishlayapsizmi? Yo'q, aka, men o'tishib ketganman ishda. Hop, aka, bu ilojisini qilib olsak bo'lmaydimi? Hozir patolog vahshi, mana musor bo'lib yotibdi-da, грубо говоря. Qilib berish kerak edi-da, срочно kerak aka. U pulni beramiz, bu problema emas-da. Yo, bo'ldi, aka, bitta nomerni ham shular bilan gaplashib ko'ring, Yo'q, aka, menga sizni ishingiz yoqdi-da, men ko'ruvdim-da, qarindoshimniki shunaqasi kerak edi-da, aka. Hal qilib bering. Ilojim yo'q ekan, aka. Aka, hozir qancha masalan oyiga topasiz? Masalan, bir oyingizni dam qilib beraman-da, men o'zim to'lab beraman shu pulni masalan. Menga срочно kerak-da, masalan, ob-havoni qarang, yomg'ir yog'ib o'tib ketyapti-da. O'shanga bir amallab bering. Men ishim ko'pligi hozir, to'g'ri qilib bera olmayman. Yo'q, aka, soqqasini beramiz. To'xtab bermayapman, aka, men o'zim ishman olib ko'pdi. Voy, aka, vahshiy o'rjomi? Beraman, shular bilan gaplashib. Javob olmasa, aka, bo'pti, ana, maslahat bera olasizmi? Men bu tepaga qo'yish hozir modniyroq, как бы zerkalniymi yoki men bu marmardanmi? Tushunmayapman-da, u qanaqa qilinadi o'zi? Aka, ancha bo'lgan hozir ishdan chiqib ketganimga 1 yil bo'ldi. O'zingiz bundoq kuzatmaysizmi? Masalan, men bilan u mehmonchilikka borasiz, masalan, patologga e'tibor bersangiz kerak, qanaqa qilishyapti hozirgi zamonda? Bilmayman, aka. Masalan, qarayman, bu tepasi qanaqadir plastikaviymi, nimadir qilib odamlar o'zini rasmini qo'yayotgan ekanmi? Yo'q, aka. Manaqa spanlisiga kirsangiz, tepada o'zi как бы do'ppimi nimadir kiyib olgan rasmini ko'rdim-da, so'rasam, yo'q, aka, yangi moda shunaqa gap qilyapti. Shunaqa rostdanami? Chota men ham ishonmayapman-da, masalan, birinchi marta ko'ryapman bunaqa narsani. Albatta,
aka, nima qiladi? Shunaqa siz qila olasizmi? Faqat aka plastikmi qo'lingizdan keladi? Boshqachasini qilib bering. Pulini beramiz, puldan puldan jalbga yo'q-da, hozir уже нормальный как бы ishlar masalan qilyapmiz-da. Biz ham просто bizga aynan siz ishingiz yoqqani uchun aytotgandim. Nima deysiz? Kimga dedingiz? Sizlar qarindoshimni oldimda o'tdi. Istirohat dedi, aka, istirohat. Istirohat qanday aka? Ikki etajli uylar bor-ku. Ikki etajli. O'sha ikki etajli. O'zi yaqinda qurildi, yangi bor-ku, aka, esizdami? Necha yil bo'lganmi qurilganiga? 1 yilmi, shunaqa 1,5 yilmi, shunaqa bo'lyapti. Bularni bilmaysiz nimaligini solgan? Nimani? Bularni nima o'kani? Yo'q, aka, unisini bilmadim. Yo'q, aka, mayli, unisi yo'q, просто qilib berasiz, shuni gaplashaylik. Qarindoshimdan olganman, qarindoshim ishga Ha? qarindoshdan oldimda o'tiribmi, to'g'rimi? O'sha uzoq qarindoshdi, aka, men yaqin emas, просто сразу qilganingni ber dedim-da, oldim. Bo'ldi, mashinga san qilgin, oladi dedi-da, bo'pti, xo'p deb men ham keturdim-da. Shunga hozir chiqolmas sizga, aka, qilib bering, shuni iltimos, men beraman deyapman. Bo'ldi, aka, bir pasda o'tilgan qo'rdan bo'lar, ishim vaqti bo'ldi. Yo'q, xo'p, aka, qilib berasiz, shunaqa men xohlayotganda. Tanishlaringizchi shunaqa qilib beradiganlari bormi, masalan, men xohlayotganda? Gaplashib ko'rasiz, o'zlariga aytasiz, men arzon qilyapman deydi. Bo'ldi, qo'limdan qilib beraman, qilib berasiz. Yo'q, o'zi gaplashadi. Narxlarni ham kelishtirib beradilarmi? Sizga lekin aka, normalniy seni aytmoqchi edim-da, endi ularga pastroq aytiraman, qanaqa bo'ladi yog'i? Ya, o'zim men o'g'lan o'tib ketgandim. Antidan ishlamayapti, Lekin aka, normalniy narx aytardim, agar rozi bo'lganingizni shuni qilib bersangiz. Mana jog'onagan bilan gaplashib, mana Ustalar ko'tarib ketgan, endi mayli o'zini olib qo'yib qo'yib. Ilhom! Aynan, lekin masjid ishoning. Bu bolaga dars ketganlarga so'kishib ketardi. O'zi endi chiqyapti, men sezdim-da, men qattan уже daskanalni so'rayaptilar. Masalan, qaysi qarindosh juda gapni уже bitta как бы sezdilarmi deb o'ylayman. Lekin men ham boshqa emasman, boraman. Frankligini sezib qolish yozgan holda to'xtatmasak. Короче, biz davom etamiz. Keyingi o'rtaga o'tamiz. Xo'p, mana biz hozir bitta tanish qizga telefon qilamiz. Endi u tanishda, tak через просто как бы hazil tushunadigan normalniy qizda. Hozir shunga telefon qilib qo'yamiz, faqat bu safar Bahrom akadan master class ko'ramiz-da. Davay. Ha, crash. Mama qildi, yani woman deb. Women. Ya'ni qizlarning hozir aqliy faoliyatini tekshiramiz. Radioda, Xonsaroyda. Alo, assalomu alaykum, bizning omadli ishtirokchimiz. Yaxshimisiz, bezovta qilmadingmi? Biz Xonsaroydan ana yutuqli o'yin o'ynayotdik. Shunda sizni raddomda sizni nomeringiz chiqib qoldi. Shuning uchun sizga bog'lanamiz. Yo, biz butun O'zbekiston bo'yicha nomerlarni orasidan tanlab olib, biz yutuqli o'yin o'ynayapmiz. Bu sizga savollar beriladi. Agar yutsangiz, bizning prizlarimiz bor. Misol, glavniy yutug'imiz Xonsaroydan 2 xonali uy bor. Ungacha yetib olish endi sal murakkabroq. Okay. Tayyormisiz? Vaqtingiz bemalolmi? Faqat savollarimiz bir xillari mantiqiy, bir xillari nima desa bo'ladi, kulgili desa bo'ladi.
qarang, birinchi savolimiz. Siz yoshligingizda chaqaloq bo'lib tug'ilganingizda doktorlar taroziga qo'yishgan, to'g'rimi? Hop. O'shanda sovuq qotganmisiz? Mana shu ovqatlarni Yo'q, bizga ham emas, aynan sizni javobingiz kerak. man bilmaganman. O'ylab ko'ring, hozir bilmaganman degan variant yo'q lekin. Qanaqa variant bor? Ha, sovuq qotganman yoki yo'q, sovuq qotmaganman. Chaqaloqlar qaltiraydi-ku, mana shu ovqatlari, Ha, to'g'ri topdingiz, malades. Sizga 1+. Hozirda siz 10 millionlik yutuqqa erishdingiz. Endi bu 10 million deganda aynan sizga emas, shu yutganlar orasida taqsimlanadi. Unaqa ko'p odam bo'lmaydi lekin. Keyingi savolimiz, nimaga aynan tovuqlar tuxum qo'yadi, tug'maydi? bunga variant bormi? Yo'q, endi variant berursiz, pul yutish osonmi? Lekin bundoq o'ylab ko'ring, bo'lmasa puldan qurib qolasiz. Mayli, taxminan bo'lsa ham javobingizni ayting. Bu misol aniq javobi yo'q bu narsani, hammani o'zini fikri orqali javob beradi. Nega aynan tovuq tuxum qo'yadi, tug'maydi? Mayli, bu javobingizni ham to'g'ri deb qabul qilamiz, lekin aniqroq javobi chunki u tug'ishni bilmaydi. Keyingi savolga o'tamiz. Hozir bizga endi 5 million qo'shildi. Keyingi savolimiz, hayvonlarni ovoz chiqarishini bilasiz, menimcha. Sigir mo deydi, mushu miyav miyav deydi. Siz chigirtka bilan chumolining ovozini eshitganmisiz? Shu bizga o'xshatib bera olasizmi? Biz qayerdan bilamiz hozir ovozini? Eshitmaydi chigirtka. Yo, o'xshatish iloji bor. Siz hozir qurib qolasiz puldan. Yo, lekin katta pul, 20 million bo'lgan xabaringiz bo'lsa. Yo'q, nega? Men mana o'xshatib berdim sigir bilan shu. Ya, odamlar qarang, oyiga 3 million topishga 1 oy ishlaydi. Sizga katta pul taklif qilinyapti 1 minutda. Men odam emasman-da. Hayvon emassiz, odamsiz, to'g'rimi? Yo'q, endi hozir misol boshqa odamga bu pulni taklif qilganimizda, menimcha, suvni tagida delfinni ham o'zini o'xshatib berishadi. Siz menimcha afrikanskiy chigirtkalarni eshitgan bo'lsangiz kerak. Endi nima, bunda yutqizganingiz tan olasizmi yo? O'shani aytdim-man, men tan olasizmi yoki? Mayli, endi xafa bo'lish yo'q. Mayli, siz mayli shuncha savolga javob berganingiz uchun sizni boshqa yutuqli ishtirokchilar orasiga o'tkazib qo'yib, balkim xonsaro ochilishida sizga o'tirishga chaqirishimiz mumkin.
Kelasigan bittami? Xo'p, salomat. A? Qachon bo'ladi? U endi qurilishimiz xudo xolisa mana shu 23-yil boshlariga bitiramiz degan umiddamiz. Xo'p, rahmat. Xo'p, salomat bo'ling. Voy bo'ldi. Shuni o'xshatib berardi boru agar ozgina qiling nima 25-30 million deganingizda boru. Katta radiodan chiqayotganimizga uyaldi ozgina. Da, o'zi hayajon bosdi menimcha. Voy boru, menimcha aytish kerak edi. Sizni butun xalq ko'rib turibdi-da, ayting deyish kerak edi boru menimcha. Aytmasdi. Yo просто как бы televideniya bo'layotganini sezdirish kerak edi. O'zingiz ko'rib qolsangiz, Gapiramiz. Da. Voy boru lekin. Rozi bo'ling lekin bu. Просто yaxshi ekanini tushunaman-da. Noto'g'ri hozir nominalni olaman. Oldimmi? Boraman. Ya, o'zim hazillashamiz. Gap yo'q, yaxshi общение bo'ldi. Nashiga 97 ekan. Keyingi Olja bu Nusrat. Men bilan keyin men o'rtamga o'tamiz, xavotir olmaylik. Bu nomerdan qilingan lekin bilmasa bo'ldi. Bir marta qilgan. Bir marta. Alo. Alo, assalomu alaykum. Nusratning nomerimi bu? Aka, do'kon sotilayotgan ekanmi? Eshitib qoldim cheres-cheresda. O'shanga do'kon so'rab olsa, maslahat, polni gaplashib olsak bo'ladimi? Bo'ladi, Ilhom berdimi nomeri? Yo'q, Ilhom emas lekin. Xo'p, aka. Bahrommi nomeri? Ha, Bahrom. Hali Bahrom telefon bo'ldi, bu nomerda. Ha, aka, gaplashuvdim. Mana shunaqa o'zi qidirib yuruvdim. O'shanga so'rasam, shunaqa beruvdi-da. Aka, so'ramoqchi bo'lganim o'sha do'kon yaxshi holatda-ku, to'g'rimi? Hech qanaqa remont qilish shart emasmi? Kirib, unaqa Nima qilishmi? hech qanaqa remont qilish shart emas. Hammasi ideal, normalmi, aka? Hamma joy yaxshi, prostachi. Men yurmush demoqchi bo'lyapti. Hech kim anaqa ishchilarni yurgancha tashlab qo'ydim-da, aka. Shamdan kam ochilyapti. Do'kon hozir anaqa odamni ham yo'qolib qo'ygandir. Suvda ham bo'lmayotgandir, aka. Endi ochmayotgandan keyin bo'lmaydi, aka. Ochsa normalniy bo'ladimi? Qarang, ochib endi pastda ham men tarafdan kechgacha Yurg'ish kerak, aka. U oldin hechasi uni o'zingiz noldan ko'targanmisiz? noldan. Точно, unaqa, просто uni o'rnida hech qanaqa spa salon bu narsalar bo'lmaganmi? Qabristonmi, aka? Просто odam qo'rqadi-da, buni bolalar ovozi eshitilmaydimi? Yo'q, realda aka, bu kassalardan ham urib qolmaganmisiz? Kassadan urib qolmaganmisiz deyman, kassadan, masalan, o'zingizniki bo'lsa ham nobodo bu davran oila a'zolar bo'lib turib, bu odam olib qo'yib, juda bo'lmaganmi? Halol ishlanganmi, aka? Endi bilmaydi aka, baribir masalan tanishmasmizlar-da. Endi baribir so'rab qo'yapman-da. Ha, keyin aka, masalan, men uni как бы u bir etajli to'g'rimi? Bir etajli to'g'rimi? O'zi как бы. Uni men, короче, полный qilib tepa-past qilmoqchi edim-da. Pastini bilyard qilib, tepasini stolni tennis. Ular polni o'zi yurg'izmoqchi niyatim katta-da, aka, to'g'risida. O'shanga so'ramoqchi bo'lganim, hech kim unaqa kelib bu pulni so'rab ketishmaydi. Bunaqa narsalarga siz hech kimga masalan do'la ajratmaysizmi? Yo'q, ma'lumotmi? Ha? Alo, aka, eshityapsizmi? Ma'lumotmi? Yo'q, aka, men ismim boshqa. Behruzman, aka. Uzr, tanishmadim boya. Shunga aka, normalniy, to'g'rimi? Qanchalarga beraman do'st aka? Anaqa u arenda do'kon. Arendaga turaman. Arendami? Ichki narsalar bilan qo'lni sotiladi. Shunda hozir aka, u nimasini sotyapsiz? 3 million agarud degani bor ichida, yana ichida mollari bilan birga sotiladi. Hop, общий qancha bo'lyapti shunda? Bilmayman, mollar Voy, aka hisoblab qo'ymaganmisiz? Yo'q.
sotilyaptimi bu aka? Hop, qanchalarga aylanadi bir приблизительно narxi? Sal ko'proq qilib aytsangiz ham normalniy bo'ladimi? 6-7 ming bo'ladi, egilib. 6 7 mingga aylanadi. tovarlar ichidagi normalniy, to'g'rimi? Yaxshi-yu, masalan, srok o'tib ketganlarni berib yuborasizlar, to'g'rimi? Mana olib qolishga narsa. Aka, eshitgan bo'lsangiz, ana aksiyistlar ham yuribdi-da. O'shanga o'tib ketayotganlar hisoblanmaydi. endi babiramda aka, ko'zdan qochib qolib, bu joyda bo'lib qolishi mumkin-ku. Babiram. Shudek aka, bo'lmasa aka qanaqa ko'rish olsak bo'ladi? Siz polni o'shatda bo'lasizmi? Hozir endi boraman-da. Men narsa oldim. Ha. Do'konga qo'yapti. Nechilik o'tib bo'lmasam aka, u hozirda o'z, keyin ishim borda o'z, u normal, aniq vaqti bormi? Alo. To'shnisini aytsangiz, o'shanga borib turardim-da. Unaqa mana ham uncha vaqtim yo'q. Bo'ldi aka, bo'lmasam telefonlashib boraveraman-da aka. Bo'ldi aka, xo'p, rahmat. Bilmayman, boshqa ekan. Bunisi zo'r bo'ldi. Mana nihoyat birinchi tushgan o'ljamiz bor. Mana nihoyat. Boramizmi? Do'konimiz. Voy, mana lekin gap yo'q. Bilib ham ishondingna, Bahrom loyihada tushunmayman. Bahrom qiladi bor gaplar. Mana o'sha torganimni qarayman. Olib qidirib yurdim o'zi mana. Nima qilamiz? Shuningdek, davom ettiramiz. Yana bitta o'ljamiz qolgan. Unga qilmasangiz bo'lmaydi. Kim? Qilib ko'ramiz. Bo'lsa bo'ldi, bo'lmasin. Atmay. Bunyod chiqmi? Qilib ko'ring. Oladi. Nol san. Da. Oladi. Bunyod. Bola. Bunyod olganda ish qiladi. Bu meni o'rtog'im eslashdi. Prям yaqin jigarim bu. Cho'ta jigaring ishda yo'qida hojatxona. Yo'q, ko'p o'tirmaydi. Birga o'tirgan. Yo'q, qayerga qo'ysangiz, alohida. Cho'ta bunyod. Bunyoddan sado yo'q. Mazza qilib uxlayapti-da. Chiqarsa odamga bunaqa ko'p urinib ko'rmadi. Mayli. Bo'ldi, menimcha boshqa. В принципе, boshqa o'ljalarimiz qolmadi. O'rtoqsan ham olmading, qattasan bilmadim, rostdan ham burchilada yurgandursan endi, uni xudo biladi. Mayli. Hammasi o'z yo'liga. Demak, bizga ishtirok etgan muxlislar, ya'ni bizning o'rtoqlarimiz, tanishlarimiz, begonalarimiz qatnashganlarga hammaga rahmat. Buni to'g'ri qabul qilasizlar degan umiddamiz, chunki bu hammasi hazil va prank asosida olingan edi. Uzr so'rayman, yaqinlar. Menda ko'p ikkita jigarim kirib ketib qoldi. Kiribga basharasi bilan o'ldi o'zi ham. Keyingi sonida agar shu yo'nalish yoqqan bo'lsa, o'zingizlarning tanishinglarning nomerini yozib, u haqida ozgina informatsiya bersanglar bo'ldi. Biz loh qilib qilib beramiz hamma pranklarni qo'ldan kelgancha. Olib boramiz. Endi master bo'lmasa ham. Mayli, kuzatishda davom etinglar. Shuncha ko'rdinglar, rahmat. Like bosib shuni. Va podpiska tugmasini ham bosib qo'yinglar. Salomat bo'linglar. Davomat. Mabodo zerikib qolgan bo'lsanglar, kelaverasizlar.